Narpay tumanida sportni rivojlantirish yo'lida yana bir muhim qadam qo'yildi. Tumandagi Obihayot mahallasida barcha sharoitlarga ega bo'lgan kurash zali foydalanishga topshirildi. Mazkur loyiha 2025-yilning 1-mavsumida tashabbusli byudjet dasturi asosida amalga oshirilib, uning umumiy qiymati 1 milliard 500 million so'mni tashkil etdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur zamonaviy sport inshooti bir kunda 120 nafargacha yosh sportchini o'z bag'riga olish quvvatiga ega. Majmuaning ochilish marosimini mahalliy aholi va yoshlar katta hayajon bilan kutib olishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimizda sportga qaratilayotgan yuksak e'tibor hamda yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda bunday maskanlarning o'rni beqiyos ekanligini alohida ta'kidladilar. Tadbir davomida sport zalining ramziy kaliti maktab direktoriga topshirildi. Yangi binoda yosh polvonlarning dastlabki bellashuvi ham tashkil etildi. Unda 2008-2013 yillarda tug'ilgan 124 nafardan ortiq o'g'il-qiz prokuror kubogi musobaqasida o'zaro kuch sinashdi. Bu Obihayot mahallasidagi barcha fuqaroni, o'quvchilarimizni, shaxsan bizni ustozlarni, qolaversa butun mana shu mahallani ko'rki bo'ladigan zamon talablari darajasida chiroyli sport zal bo'ldi. Kelajakda mana shu sport zalda Xudo xohlasa O'zbekistonda sha'nini, vatanning ravnaqini, yurtni bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan zabardast o'g'lonlar yetishib chiqadi. Narpaylik yosh sportchilarning erishayotgan yutuqlari har qancha e'tirofga loyiq. Xususan 2025-yilning o'tgan davri mobaynida viloyat miqyosida o'tkazilgan chempionat va kubok musobaqalarida tuman sportchilarining 80 nafar tarbiyalanuvchisi g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olishgan. Respublika darajasidagi bahslarda esa 3 nafar sportchi shohsupaning eng yuqori pog'onasini egalladi. 2025-yil 2-mavsumida tashabbusli byudjet hisobidan 1 milliard 500 million so'mlik mana kurash zali qurib bitkazildi. Mana bugun mana shu Obihayot mahallasiga, mana shu sportchilarimizga, mana kurashchilarimizga juda katta qulayliklar yaratildi. 2026-yilga ommaviy sportga 103 ming aholini jalb qilish rejalashtirilgan. Mana shu sport zalining bir kunlik quvvati 120 nafarga yetkazgan. Mana shu bir oy mobaynida mana shu qariyb Obihayot mahallasiga 1,5 mingdan ziyod mana shu kurashchilarni muntazam sportchilar shug'ullanishga juda katta imkoniyatlar yaratildi. Yangi sport inshootining foydalanishga topshirilishi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish bilan birga iqtidorli avlodni kashf etish va professional sport zaxirasini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.